shamollashni oldini olishning usullari bormi? Shamollashni to'liq oldini olishning iloji yo'q, ammo quyidagi odatlar kasallanish xavfini sezilarli kamaytiradi. Qo'llarni sovun bilan kamida 20 soniya davomida tez-tez yuvish. Qo'l yuvilmagan holda ko'z, burun va og'izga tegmaslik. Shamollagan odamlardan imkon qadar masofa saqlash. Gavjum joylarda yoki kasallar bilan yaqin aloqada niqob taqish foydali bo'lishi mumkin. Har kuni 7-8 soat sifatli uxlash. Sabzavot, meva, oqsil va to'liq donli mahsulotlarga boy muvozanatli ovqatlanish. Yetarli miqdorda suv ichish. Haftasiga kamida 150 daqiqa jismoniy faollik bilan shug'ullanish. Doimiy stressni kamaytirishga harakat qilish. Xonalarni muntazam shamollatib turish shamollash xavfini kamaytiradi. Vitamin C ko'pchilik odamlarda shamollashning oldini ishonchli tarzda olmaydi, lekin ayrim hollarda kasallik davomiyligini biroz qisqartirishi mumkin. Ruh, ya'ni sink esa shamollashning ilk 24 soatida qabul qilinsa, ayrim odamlarda alomatlar davomiyligini qisqartirishi mumkin. Agar shamollash 10 kundan ortiq davom etsa, nafas olish qiynalsa, yuqori isitma bir necha kun tushmasa yoki alomatlar yaxshilanib keyin yana og'irlashsa, shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi.